Assalomu alaykum. Birinchi marta kameraga gapirib video olaman. Bu videoni nimaga olaman? Chunki mart oyida umuman kitob o'qiy olmadim. Ramazon oyi bo'ldi. Kasal bo'ldim, shunaqa qilib bo'ldim. Umuman kitob o'qiy olmadim. Bugun 27-sana. Mart tugashiga ham 4 kun qoldi. Tugashiga qanaqadir kitob tugatib anaqamni to'ldirib qo'ymoqchiman, limitim. Bu videoda 12 soatda bir kunda o'qimaymiz. Chunki qiyin bo'ladi bu. O'shaning uchun 2 kunga bo'lib 6 soatdan 8 soatdan taymer qo'yib o'qiymiz. Hozir o'zi Osiyo kitobini boshlab qo'yganman. Hech tugata olmayapman shuni. Bu yerda meni o'qilmagan kitoblarimdan mana shunaqa kitob bor. Bu kitobni boshlaymiz. Hafiz Qur'on odoblari kitobi. Mana shunaqa stikerli tanladi. Mana shunaqa YouTube'dagi 12 soatlik taymerlardan bittasiga qo'yamiz. Masalan, o'qish tugatsak, o'sha joydan keyin davom etib ketamiz. To'g'risini aytsam, Osiyo kitobi meni rosa charchatdi, bilmayman. Qarasam boshim og'riyapti. Menga qanaqadir qiyin tuyuladi bu kitob. Yaxshilab ham e'tiborni bunga qaratib o'qish kerak. Shunda ham 1 soatda bir 10-15 bet o'qiyman deb. 58-betdaman. Boshlaymiz. 1 soat 28 minut o'qidim. 1,5 soat почти. Kitob yarmidan o'tganimdan keyin mana 190-betdaman. Yarmidan o'tganimdan keyin qiziqarli bo'lib boshlayapti. Endi qiziq joyi kelyapti kitobni yarmidan keyin. Hozir kitobga hajjabimni ko'rsataman. Işte para vosotros. Qo'yli. Kitob ichida boshqa joy bor. O'zi anaqada kitob ichida boshqa joy bor. O'zi qamardan olganman. O'sha magazinda mana shu joyga qiziqib olganman. Assalomu alaykum yana bir marta. Bugun 28-kecha kamroq o'qidim. 4 soatda 158-betdan 244-betgacha o'qidim. Mana shuncha to'g'ri ko'proq o'qisa bo'lardi 4 soatda, lekin bu kitob emas. Bu qiyinroq kitob. Yana bir marta aytaman. 8 soat vaqtimiz qoldi. 12 soatdan 8 soat qoldi. Bugun ulguraman deb o'ylayman. Ham kechira boshlaganman. Namozlarni o'qib, obed qilib, endi vaqtim bo'ldi o'qishga. Shuncha qoldi. Bu kitobni tugatib qo'yamiz. Keyingi kitobni boshlaymiz hozir. Shunaqa. Endi 40 minut o'qidim. Lekin yomon charchab ketdim. Ozgina qoldi. Tugatsam, yangi kitob boshlaymiz. Yaproqlar ochilgan nilufar gulidan qon tomayotgandi. Osmonlarning darvozalari ochildi. Malika duo qildi. Robbim menga huzuringdan bir uy hadya et. Bugun uning uyiga qaytadigan kuni. Nil singlisi uchun ko'z yosh to'kardi bu tong.
Osiyo kitobini mana nihoyat tugatdik. 8 soatda tugatdim. Lekin kitobni boshlab qo'ydim, to'g'ri kam bu 8 soatga. Lekin kitob qiyin kitob. Bilmayman, уже 5-6 marta gapirdim. Qiyinchilik tug'dirgan kitoblardan bittasi. Balki boshqalarga osondir, o'qib ko'rganlar biladi. Osiyo onamiz hayotlari roman qilib yozilgan bu kitobda. O'sha yozilishi, hikoya qilinishi Nuriya Chelayinni har bir ayol Hojardir, Qalb Iffat kitoblariga o'xshab ketadi, lekin bu kitob ulardan ham qiyin deb o'ylayman. Bu kitobni o'qiyotganimda sharlatib o'qib ketish mumkin edi, tezroq o'qirdim, lekin tushunmagan joylarimni boshqatdan o'qiganim hisobiga yoki ichida notanish so'zlarni internetdan qidirib tushunib olganim hisobiga ko'p vaqt ketib qoldi. 4 soat vaqtimiz qoldi. Endi bu kitobga anaqani taqrizni Telegram kanalimda yozaman, lekin bahoyim 7,5 10dan. Mayli 8 ham qo'ysa bo'ladi, lekin bilmadim, o'sha 7,5-8 atrofida. Onalarimiz roman qilib yozilgan qissalarni o'qish yaxshi ko'radiganlarga bu kitobni tavsiya qilaman. Ana endi hozir 4 soatda yangi kitobni boshlaymiz. Nihoyat vaqt tugadi, kitob ham tugadi. Bu kitobni tugatdik 4 soatda. Nima demoqchiman bu kitob haqida? Bu Imom Navaviy At-Tibyon Hafiz Qur'on odoblar kitobi. Juda ham tushunarli, sodda qilib, hammasi kerakli narsa yozilgan. O'zi hajmi ham kichkina. Tez o'qib bo'linadigan kitob. Bu kitobga bahoyim 10 dan 10. Chunki rostdan ham Hafiz Qur'on odoblarini shundoq aytilgan. Bu kitobni o'qiyotganinglarda arab tilini bilsanglar yoki bilmasanglar ham Qur'on o'qiginglar kelib ketadi. Nima edi? Shijoatinglar oshib ketadi Qur'on o'qishga, chunki ichida Qur'onni fazilatlari, o'qisa qanaqa savob, yaxshiliklar bo'lishi yozilgan. Shunaqa hadislar, Qur'on oyatlaridan misollar keltirilib. Tavsiya qilaman hammaga. Kim Qur'on xatmini boshlamoqchi bo'lsa yoki yodlamoqchi bo'lsa yoki o'qituvchisi bo'lsa, shu kitobda ularning odoblari haqida yozilgan, odoblari, yana qanaqa mukofot berilishi Hafiz Qur'onlarga yozilgan. Hammaga tavsiya qilaman. Shunaqa qilib challengeimiz tugadi, lekin men yomon charchadim, hech kimga maslahat bermayman. Endi o'zingizdan kelib chiqib, kim kuniga necha soat kitob o'qishini ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Men ko'pincha 2 soat, 1 soat, maksimum agar ichiga kirib ketsam 4 soat o'qishim mumkin. 4 soatda ham boshim og'rib ketardi. Endi hech bo'lmasa mart oyida 2 kitob o'qidim deya olaman shu 2 kun ichida. Hammaga xayr, keyingi videoda ko'rishguncha.